2016-yillarda kim bo'lasan degan savolga mana endi javobni topdim. Lekin o'sha yillarda men oliy ma'lumotli hamshira yo'nalishiga topshirib o'qishga kira olmagandim. Hozir esa mana oshpaz bo'ldim, uy tozalovchisi ham bo'ldim, kir yuvuvchi ham bo'ldim. Xullas hammasi bo'lib ko'rdim, lekin eng asosiysi yoqqani men ikkita bolam o'rtasida sudya bo'lganim yo'qdi. Birin-ketin katta qilib degan gaplar bekor gap ekan. Hozirgi kunda har minut soatiga qarab sudya bo'laman. Sud zalida ham tartibni saqlash meni bo'ynimda. Advokat esa doim ishdan charchab keladi. Bu borada ikki jinoyatchi ham haq deb qutulib qo'ya qoladi. Kim sindirdi degan gapga sansala boshlanadi. Bir-biriga ayblov guvohi bo'ladi. Bittasi yig'lasa jazo sal bo'lsa ham yengillashtiriladi. Birinchisi ikkinchisiga u qildi deb tasdiqlab turadi. Shunchaki shirinlik payti kelganda esa sud avjiga oladi. Birinchisi men ko'proq yeyman desa, ikkinchisini gulni menga berardingiz deb aytadi. Shu paytda sudya bilan advokat bir-biriga qarab, ota-onam bizni og'zi burni bo'lmasin deb qo'yaveradi. Undan ham avjiga chiqqan payt kech payt haqiqiy sud boshlanadi. Advokatning oldida men yotaman deb talash bo'ladi. Shunda jabrlanuvchi ikkita emas 3 taga aylanadi. Eng achinarli holati, men ikkita bolaning o'rtasida sudya bo'lsam ham oxirida o'sha advokat qaror qabul chiqaradi. Deganjonlar, siz qaysi kasbda ish faoliyatini olib boryapsiz? Kommentariyaga shu haqida yozib ketinglar. Bolajonlaringiz o'rtasidagi eng qiziqarli kasbingiz qaysi? Obuna bo'lish, testdan chiqarmang videolarim manzur kelayotgan bo'lsa, yurachani bosib qo'ying.